Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Xo'p, Alloh subhanahu va taolodan yordam so'rab, Sha'bon oyidagi 32 foyda degan kitobdan darsimizni davom ettiramiz. Ya'ni o'tgan safargi darsimizda 31 ta foyda deb o'qib olganman ekan. 31 ta emas, balki 32 ta foydani nazarda tutib aytilayotgan ekan. Xo'p, demak, biz o'tgan safar xullas mana birinchi darsimizda bir qancha foydalarni aytdik, ikkinchi darsimizda ham, uchinchi darsda ham 3 ta dars qildik. Demak, hozir 4-darsdamiz. Demak, biz hozir 4-darsda 13-foydaga yetib kelibmiz. Mana shu foydadan o'qib ketamiz. Xo'p. Musannif hafizahulloh aytibdilarki, yustahabbu lil muslimi al-izdiyadu min at-ta'ati fi awqati rafil amali va ardiha alalloh. O'tgan safargi darsimizda, ya'ni mana shu 11-foydada Alloh subhanahu va taologa amallarda ko'tarilishi 3 turli ekanligini aytib o'tdik. Inson misol uchun amali kunlik ko'tarilib turadi. Har kuni 2 marotabadan va har hafta 2 marotabadan ko'tarilib turadi va yilda bir marta Sha'bon oyida ko'tariladi. Mana shu Sha'bon oyini biz foydalari haqida gaplashyapmiz. Demak, hozir yana 13-foyda nima? Musulmon odam endi Alloh subhanahu va taologa amallarda ko'tarilishini bildi. E'tiqod qiladi mana shu. Musulmon chunki amallar Alloh subhanahu va taolo ko'radi, biladi. Endi mana shunday bo'lgandan keyin bunday amal ko'tarilishlik vaqtida, ya'ni mana shu Sha'bon oyida nima qilish kerak bo'ladi? Amallarda ko'tarilish vaqtida toatlarni ko'p qilish musulmonga mustahab bo'ladi. Toatlarni ko'p qilib olishlik kerak. Dushanba, payshanba roza tutish kerak. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmasi bo'lganidek. Va xossatan mana Sha'bon oyida, hozir Sha'bon oyida bo'lganligimiz uchun ham ko'proq rozalar tutib qolish kerak. Ramazonga oz qolyapti, ko'proq tutib harakat qilib qolish kerak. Va hamda mana shu Sha'bon oyini kechasida ham, kunduzda ham solih amallar bilan inson ko'proq, ya'ni o'ziga nima qilish kerak? Oxiratiga bir zot jamlab qo'yish kerak. Ya'ni bu oziqa jamlab qo'yishlik kerak. Va Alloh subhanahu va taologa Alloh yaxshi ko'rgan, Allohni rozi qiladigan narsalar bilan qurbat hosil qilishlik kerak deb turib, Shayx Munajjid hafizahulloh bizga mana shu kichkina bir risolachasida shunday deb turib keltiryapti. Xo'p. Undan keyin mana 14-foydaga yetib keldik. Aytayaptiki, Shayx hafizahulloh faliyatadhakkaril muslimu anna a'malahu turfa ila Alloh taala fi hada ash-shahr khayraha va sharraha. Musulmon odam bilsin. Ya'ni nihoyatda bu dahshatli og'ir gap bu. Bilsinki, Alloh subhanahu va taologa mana bu oyda butun amallar ko'tarilishini musulmon kishi bilsin. Yaxshi amali ham ko'tariladi, yomon amali ham ko'tariladi. Endi Robbisiga ko'tarilayotgan amallarning ichida inson o'ziga qaysi amali ko'tarilayotganligini tanlab olursin. Agar savobini ko'paytirishlikka va yomon bir azobni paydo bo'lishlikka sabab bo'lsa, unda o'zi biladi, tanlab olursin. Va ma yuqbalu minha aw yuraddu iyadan billah. Endi mana shu amallarning ichida qaysisi qabul qilinadi-yu, qaysisi qabul qilinmaydi, mana shularda ham endi o'zi tanlab olsin. Demak, o'z-o'zidan mana shu kesatib gapiryapti. Ya'ni bunday qilsak, bunday qilib aytadigan bo'lsak, kesatib gapirayotgandan keyin biz mana shunga yana uyg'u bermoqchimizki, ya'ni mana bu holatda inson mana shu oyda ko'proq g'animat bilib qolish kerak ekan. Sha'bon oyida. Tushunarliga. Xo'p. 15-foyda. Sha'ban kal mutaqaddimati li Ramazon va kat tamrini ala siyamihi. Fayushra fihi ma yushra fi Ramazon min as-siyami va qira'ati al-Qur'an. Sha'bon oyi xuddi Ramazondan oldingi bir muqaddimaga o'xshaydi. Ya'ni kitobdan oldin bir muqaddimasini o'tasiz-ku. O'zi aslida masalan, ana doim darslarimizda aytamiz, masalan, boshlashdan oldin mana kitobni boshlayapmiz, muqaddimasini bunday deb turib, ya'ni bu muqaddimada mana narsalar haqida gaplashamiz, bu darsimizning ichida deb turib aytamiz-da. Yoki bo'lmasa bir kitobni o'qiydigan bo'lsangiz, bu kitob mana haqida deb turib muqaddimasida yozadi. Xuddi mana shunga o'xshatyapti. Ramazonda oldingi bir muqaddimaga o'xshaydi Sha'bon oyi. Muqaddimaga o'xshaydi, deyapti. Ya'ni Ramazonga go'yoki nima qilar ekan? Kirishar ekanda. Xo'p, shuning uchun yana davomida aytayaptiki, va katamrini ala siyamihi. Va Ramazonda ro'zasiga xuddi mashq qilib tayyorgarlik ko'rayotgandek. Demak, mana shu Sha'bon oyida, Ramazon oyida mashru' bo'lgan ro'za tutishlik, Qur'on qiroat qilishliklarni qilib olishlik kerak bo'ladi. Mashru' bo'ladi mana shu oyda ham qilsangiz. Bu bid'at qilding, una qilding, buna qilding degan narsalar yo'q. Shuning uchun ham li yahsulat ta'ahhubu li talaqqi Ramazon. Ramazonga, ya'ni Ramazonda qabul qilib olishlikka tayyorgarlik, hozirlik ko'rishlik uchun va butun nafslar Alloh subhanahu va taoloning toatiga o'rganib qolishligi uchun nima qilish kerak bo'ladi deb aytiladigan bo'lsa,
Shayx Munajjid hafizahulloh mana bu yerda mana risolachasida aytayaptiki, al mubadarata ila to'ati fi Sha'ban. Sha'bon oyida to'at ibodatga shoshil deb aytayapti. Tezroq qilib ol deb aytayapti. Har bitta musulmon kishi, muslima ayol o'zini tayyorgarligini olsin mana shu Ramazon uchun. Ramazon uchun tayyorgarligini ko'rsin. Ramazon oyiga qiynalib bir mashaqqat chekib kirmasin. Shu bir kun masalan hozirgi kundagi odamlar aytadi-da, masalan Ramazon oyiga qiyin bo'lib ketdi-da ro'zasi deydi. Yoki bo'lmasa ba'zilar Ramazonga qanaqa tayyorgarlik ko'radi? U dam olish oyi deydi-da, bitta qo'yni so'yadi, yeb chiqadi Ramazon oyida. Unaqa bo'lmaydi. Ibodatda o'tkazadigan oy. Odamlarning ochligini his qiladigan oy bu oy. Shuning uchun aytayapti: "Val yu'iddal kulli muslimin va muslimatin al-uddata fihi isti'dadan li Ramazon." Ramazonga tayyorgarlik ko'rishlik uchun mana shu Sha'bon oyida tayyorgarligini olsin har bitta musulmon, erkak ham, ayol ham. Ramazonda ro'zasiga bir qiynalib kirmasin. Balki inson ro'zaga o'rgansin. Vaqtada ro'zaga odatlanib olsin. Sha'bon oyini ro'zasini tutgandan keyin endi Ramazon oyini ro'zasini o'z-o'zidan nima bo'lib qoladi? Halovat bo'lib qoladi, odamga lazzat bo'lib qoladi. Ramazon oyini ro'zasiga inson quvvat bilan, nashot bilan kirib keladi. Bemalol tutadi deganida bu. Xo'p. Demak, o'z-o'zidan mana shu 15-foydada Ramazonda xuddi Sha'bon oyini Ramazondan oldingi bir muqaddimaga o'xshatdik. Va hamda bu mashq ekan bu. Bundaycha qilib aytsak. Ya'ni Ramazon oyiga siz tayyorgarlik ko'rib olishingiz uchun bir mashq bu. Ya'ni bu bitta qilib foyda qilib aytib ketyapti. Albatta buni hammasini umumiy qilib bitta qilib tushunishimiz kerak-da. Demak, bu oy o'z-o'zidan ibodat oyi ekanligini bilavering. Xo'p, keyingi 16-foydada mana Shayx hafizahulloh keltiryapti. Yashtakil ba'du min su'ubati siyami wal qiyami wa khatmil Qur'ani fi Ramazon. Hozir yuqorida aytgan gapimizda ba'zi odamlar Ramazon oyida ro'za tutishlikdan ham yoki bo'lmasa hech payt mana qiyomda turish, tarovih namozlarini o'qishlik yoki Qur'onda xatm qilishdan shikoyat qiladi. Ha, bu yerda uzun o'qiyotgan, men bu yoqqa bormayman, men bu yoqqa boraman deydi. Xatm bo'layotgan bo'lsa bormaydi, hali qisqacha qilib o'qiyotgan bo'lsa boradi. Shunga o'xshagan holatlar. Bu holatlarda ba'zi odamlar shikoyat qiladi. Nima uchun? Li'annahum la yasumuna va la yaqumuna illa fi Ramazon. Chunki bu odamlar faqat Ramazon oyidagina ro'za tutishadi, Ramazon oyidagina qiyom turishadi. Fa aynahum min at-tadribi va tamrin va tajahhuzi lahu fi shahri Sha'ban. Endi ular Sha'bon oyidagi mashq qilishi, ya'ni bu Ramazon oyiga o'zini o'rgatishi, tayyorgarlik qilib kirib kelishi qayerda qoldi? Qani jihoz ko'rishi? U tayyorgarlik ko'rmadi unday odamlar. Mana shu masala haqida hozir bizga 16-foydada Shayx hafizahulloh gapirib beradi. Qarang, aytayaptiki, "Wan nafsu idza atada ala rohati wan nawm." Agar bir inson, umuman bir insonning joni nafs rohatga, uyquga o'rganib qoladigan bo'lsa, endi unga qiyom turishlik qiyin bo'ladi. Va ta'abu duna tajhiz va tamrin. Albatta qiyinchilik tug'iladi. Nimaga? Chunki tayyorgarlik ko'rmadi, tayyorlanmadi. Abu Bakr Balxiy radhiyallohu anhu aytgan edik. Shahru Rajab, shahru zar'a. Rajab oyi ekin oy. Sha'bon oyi shahru saqi zar'a, ekinni sug'arish oy. Ramazon oyi ekinni o'rib olishlik oy deb turib aytganlar. Ya'ni nima demoqchi mana shu gapi bilan? Ya'ni aytmoqchiki, Sha'bon oyi mana ekin oy deyapti. Ya'ni ekasiz, ya'ni o'zingizga o'zingiz sindirasizki, masalan, o'zingizni ichingizda ko'p gapirasizki, masalan, qalbingizga singib qolishi uchun. Mana Rajab oyidan keyin Sha'bon oyi keladi, mana shu oyda ko'proq ibodat qilib qolishim kerak degan bir ma'noda o'zingizga sindirishingiz kerak bo'ladi. Va yana undan keyin Sha'bon oyi keladi. Mana shu Sha'bon oyi sug'arish, ekinni sug'arish oyi. Bo'ldi, o'zingizga sindirdingiz. Ya'ni ro'za tutishim kerak dedingizda, misol uchun ro'zani tutyapsiz. Endi kelasi oy bo'lsa rohat oy bo'ladi. Ibodatlar bemalol rohat bilan, lazzat bilan inson nima qiladi? Qiladigan bo'lib qoladi. Allohning rahmatini umid qiladigan bo'lib qoladi. Allohning huzuriga ketadigan bo'lib qoladi. Mana shunga e'tibor berish kerak. Yana Abu Bakr Balxiy aytganki, "Masalu shahri Rajab karrih va masalu Sha'ban mislal g'aym va masalu Ramazon mislal matar." Rajab oyi xuddi shamolga o'xshaydi degan. Sha'bon oyi bo'ladigan bo'lsa, bir bulutga o'xshaydi deb turib aytgan. Ramazon oyi bo'ladigan bo'lsa, yomg'ir oyiga o'xshaydi degan. Demak, Rajab oyida mana ro'za tutishga ishora bor, lekin maxsus buni fazilati bor deb odamlar e'tiqod qilayotganda emas.
Shuni nazarda tutib aytmoqchimiz. Xo'p, Rajab oyini misoli shamolga o'xshaydi. Ya'ni shamol mayin esadi. Ya'ni insonga yoqimli bo'ladi. Ya'ni xuddi yomg'ir yog'ishdan oldingi holatda, undan keyin Sha'bon oyi bulut oyi. Shunday yomg'irlar to'planadi, ya'ni ne'matlar to'planadi. Ramazon oyi tamomiy ne'mat oyi deyapti. Xuddi yomg'ir o'zi aslida ne'matga o'xshaydi. Demak, aytmoqchi, faman lam yazra fi Rajab. Kim Rajabda ekin ekmasa, ya'ni bu ekin ekmasa degan hissiy gap emas, ma'naviy gap. Yuqorida aytdik-ku, qalbingizga sindirasiz, o'zingizni tayyorgarlik qildirasiz mana shu Sha'bon oyi uchun. Masalan, Rajab oyida ekin ekmasa, Sha'bon oyida sug'armasa, qana qilib Ramazon oyida u odam o'zini ekinini o'rsin deyapti. Qana qilib o'rsin? Qana qilib endi Ramazon oyida bir rohat, farog'atda ibodat qilsin odam? Endi rohat, farog'atda ibodat qilaman deganda Ramazon tugab qoladi. Fakayfa yatma'u ay yajida halawatan lit-ta'a. Qanday qilib u odam bir toat ibodatda men halovatini topishim kerak deb turib ta'ma qiladi. Ramazonda ibodatni ta'mini topishim kerak deydi. Vaholanki u odam va huwa lam yuqaddim li nafsihi shay'an qabla Ramazon. Ramazondan oldin hech qanday bir amalni qilmadi-yu. Qana qilib endi Ramazonda u lazzat topsin? Shunday Ramazonga to'satdan kirib kelgandan keyin xuddi bir o'zini holatidan boshqa bir holatga tushib qolganda qiynalib yotadi odamlar. Demak, uni qilishlik bu nima deyapti? U odam ibodatdan manfaati nihoyatda oz oladi. Mana shunga hozir ishora qilmoqchimiz. Tushunarli bo'lyapti. Ya'ni mana shu Sha'bon oyini g'animat bilaylikki, ko'proq ibodatda foyda olib qolamiz. Xo'p, falyubadir qabla fawatil awan. Vaqt o'tib ketishdan oldin shoshilaylik. Yahyo ibn Muoz rahimahulloh aytadiki, lastu abki ala nafsi in matat. Men o'zimga achinmayman, yig'lamayman o'zimga o'zim agar o'lib qoladigan bo'lsam degan. Ya'ni nafsim o'lib qolsa, nafsimga achinmayman, balki o'tib ketgan hojatga achinaman degan. Innama abiki ala hajati infatat. Bir hojat o'tib ketadigan bo'lsa, erisha olmasam mana shu hojatga, keyin men yig'layman degan. Ya'ni mana shu ne'mat oyi hozir. Tayyorgarlik ko'rishlik kerak bo'lgan oy. Mana shu oyda o'z-o'zidan nima qilishlik kerak bo'ladi? Tayyorgarlik ko'rishlik kerak ekanligiga nima bor? Ishora bor. Demak, mana shu oyda g'animat bilib qolishlik kerak. Tushunarliga? Endi 17-foydaga e'tibor bering. Salaflar kana salafu yatafarraguna li qira'atil Qur'an fi Sha'ban. Salaflar Sha'bon oyida Qur'on qiroatiga shunday alohida bo'lib ajrab vaqtini shunga berardi. Faqat Qur'on bilan shug'ullanardi. Aytishardiki, shahru Sha'ban, shahru Qur'o. Sha'bon oyi qorilar oyi deb turib aytishardi. Qarang. Demak, mana shu Sha'bon oyi shunday ne'mat qorilar oyi bo'lgandan keyin mana shunga biz e'tibor berib qolishimiz kerak. Xo'p, 18-foydada aytayapti. Sha'ban fursatun li'anatil fuqara wal masakin va tasadduq alayhim liyataqawwaw bizalika ala siyami Ramazon va qiyami layalihi. Yana Sha'bon oyi shunday bir fursat, bilib qoling, oxiratingizga ozuqa jamlab olishingiz uchun katta bir fursatki, Sha'bon oyi faqir bo'lgan, miskin bo'lgan, bechora holdagi bo'lgan, yemoq ichmog'iga narsasi yo'q bo'lgan odamlarga yordam berishlik oyi. Ularga sadaqa qilishlik oyi. Ularga sadaqa qiladigan bo'lsangiz, masalan, Ramazon oyiga tayyorgarlik ko'rishlikka masalan qiynaladi. Qana qilib roza tutamiz, nimada roza tutamiz? Bir kun ishlamasak, sababini qilmasak och qolib qolamiz degan bir ma'nolari bo'ladi. Endi ular mana shu oyda xotirjam ibodat qilishi uchun ularda ana shu hojatlarini to'sadigan bo'lsangiz, mana shu hojati bilan Ramazon oyining ro'zasiga kuchi yetib, Ramazonda kechalari qiyomda turadigan bo'lsa, sizni qilgan mana shu ishlaringizni har bittasida ana shu odamdi. Ramazon 30 kun Ramazon bo'ladigan bo'lsa, mana shu kunda har kun roza tutganligi va har kun tarovih namozlari, qiyom, ya'ni tahajjudlar o'qiganligi uchun sizga ham ajr bor turadi. Nimaga? Siz yordam bergansiz. Miskinlarni ham unutmaylik. Miskinlarga ham yordam berishlikni inson, ya'ni nima qilishlik kerak? Ko'proq ahamiyat berishlik kerak. Chunki mana Alloh subhanahu va taolo jahannamdagi, ya'ni jannat ahllari jannatga, jahannam ahllari jahannamga kirgandan keyin jannat ahliga jahannam ahlini ko'rsatadi. Shunda jannat ahli jahannam ahlidan so'raydi: "Ma salakakum fi saqar?" Jahannamga nimaga kirdinglar deb turib aytilganda ular aytadiki: "Lam nakum minal musallin." Biz namoz o'qimardik deydi. "Va lam nakunu nut'imul miskin." Bechora miskinlarga ham taom bermasdik degan. Qarang, demak miskinlarga taom bermaslik u insonda azoblanishligiga sabab ekan. Demak, miskinlarni ham unutmaslik kerak. Alloh taolo o'zi hammamizga bir foydali ilm bersin. Mana shu yerda to'xtatamiz.
Xo'p, demak, bu 18-foyda ekan sadaqa qilish haqida. Demak, biz bir qancha foydani o'tdik. Mana shu foydalarda har bittasini g'animat bilib qolishlikka harakat qilasiz. Mana 13-foydada boshida aytib o'tdik, ko'proq amal qilib qolish kerak ekanligini. 14-foydada amallar Alloh taologa ko'tarilgandan keyin yaxshi amal yoki yomon amal ko'tarilishligi u sizning qo'lingizda ekan. Xo'p, 15-foydada aytdikki, Sha'bon oyi xuddi Ramazonga bir kiradigan eshik, ya'ni muqaddima. Mana shu tayyorgarlik ko'rib olishlik oyi ekanligini tushuntirdik. 16-sida xo'p, ba'zi insonlar Ramazonni ro'zasini, qiyom turishini, tarovih namozlarida Qur'on xatm qilishda qiyin saraydi. Nima uchun deb aytiladigan bo'lsa, chunki Sha'bon oyida tayyorgarlik ko'rmaganligi uchun. Xo'p, 17-si salaflar Qur'on qiroat qilishga tamomiy bel bog'lashligini aytdik mana shu Sha'bon oyida. Ramazon oyida aytmay qo'yaylik deganida, nihoyatda berilib ketishgan. Hamma yerda Qur'on qiroati bo'lgan salaflarda, ilgari davrda. Xo'p, 18-foydada Sha'bon oyi faqir, miskin bo'lgan odamlarga sadaqa qilib qolishlikka bir fursat oyi ekan. Mana shuni ham esdan chiqarmaylik. Vallohu alam. Subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.